Qarasa polvon aka tursugini ham, haligi ayoli tursugini ham, kiyimini ham, lifchikini ham xullas qip-yalang'och chiqib qo'ygan. Quchoqlab o'pib, o'sha ich kiyimlarigacha hamma yoq ho'l bo'lib ketib, xullas bitta ayol qilish kerak bo'lgan ishlarni hammasini qilasiz, rozimisiz deydi. Faqat podvolga tushmang. Qarnis ko'tarib olgan, orasida ko'zga tushgan ayollarning kiyimi birga yotib, qiladigan ishini qilib. Nozanin degan qiziq hayotidan. Nozani turmushi o'xshamagandan keyin qishloqda yoshi, qarisi, hammasi kimmi bo'lsa shilqimlik qilib, Nozaninni aldab, Nozani suvga chiqsa, nonga chiqsa, unga chiqsa, bunga chiqsa, kelib quchoqlab olib, Nozaninni et-betini ushab, boshqa qilib, Nozaninning ota-onasi o'tib ketgan bo'ladi. O'sha qanaqadir yaqin qarindoshlarining uyida yashaydigan bo'ladi. Endi Nozanin ham bir kun shu suv bo'yiga chiqib, suv olgani chiqqanmi, kir yuvgani chiqqanmi, o'sha yerda qishloqdagi yoshroq yigit kelib, buni hech kim yo'q u boshqa deb turib, shartta orqasidan quchoqlab Nozaninni suvga tushib ketib qolishadi. Endi pastroq suv ekan, quchoqlab o'pib, boshqa qilib yopishib turgan paytda baqiradi, u Nozani boshqa qiladi, qutqaringlar, yordam beringlar deydi. Ikkalasi ham suvga tushgan. Nozaninni o'sha ich kiyimlarigacha hamma yoq ho'l bo'lib ketib, ani bolada ham shunaqa ahvol. Suvdan chiqishgan. Keyin 5-6 ta qishloqning odamlari kelib qolib ko'rib, deb yomon xayolga borib, yana Nozanin haqida. Keyin Nozanin qochib ketib, uydagilariga kirsa ham, aytsa ham, "Sen o'zi pastianli mashunaqa ering bilan ajrashganingdan keyin har kim unisiga ham, bunisiga ham yopishib yuribsan" deb unga gapirib, u aytib bergan narsaga ishonishmaydi. Tabiiyki, ani bola ham, mana o'zi men bilan rozi bo'lib birga bo'laman dedi. Shunaqa bo'luvdi, endi mashunaqa gap deb gapirganiga qolganlar ham ishonib ketgan. Xullas Nozanin narsalarni yig'ishtiradi, shaharga keladi. Qishlog'idan ketadi. Qishloqda gap so'zga qolib ketgan, uyda chiqishtirishmagan, ota-onasi o'tib ketgan, yaqin odami ham boshini qo'yishga yelka ham topolmagandan keyin shaharga kelib Mardigor bozorida turadi. Mardigor bozoridagi xotinlar ham uni chiqishtirishmasdan, "Bor-ey, nariroqda turgin, bizning nonimizni yarimta qo'ysan" deb, u yerda ham urushib, boshqa qilib chetga chiqazib qo'yishadi. Chetda turgan vaqtida yaxshi Inamarkadagi mashina kelib Nozaninning oldida to'xtaydi. "Ish kerakmi, singlim?" deydi. "Ha, ish kerak edi." "Chiqing bo'lmasa mashinaga." Endi Nozanin ham shunaqa bo'lsa kerak deb mashinaga chiqib o'tiradi. O'tdan-bo'tdan gaplashishadi. Xullas Nozanin o'zini sharoitini tushuntiradi. Xullas shu eri yo'qligini, boshqa boshi ochuvligini biladi. Haligi odam ham vaziyatni tushunadi. Aytadi, "Xo'p" deydi, "Men sizni uyimga olib ketaman. Kattagina uyim bor. Shu uyimda uy ishlarini qilib yurasiz. Bitta ayol kishining ishini qilasiz. Ovqat-poqat qilasiz, boshqa qilasiz. O'sha kirpirlarni yuvib, xullas bitta ayol qilish kerak bo'lgan ishlarni hammasini qilasiz, rozimisiz?" deydi. Pulini gaplashishadi. "Mana joyiz tekin, mana o'zingiz yotasiz, boshqa qilasiz, shu uyda yashaysiz, yotasiz, turasiz, pulingizni ham beraman" deydi. Nozaninga endi bu zo'r sharoit, rozi bo'ladi. Keyin uyga kelishadi. Qarasa haqiqatda katta uy, boshqa. Keyin haligi odam aytadiki, "Faqat" deydi, "mana shu joylar, mana shu uylar, mana shularni to'g'rilaysiz, boshqa qilasiz. Faqat podvolga tushmang. O'tga sizga kak zapret. Yo'qni o'zim tushaman, o'zim tozalab, o'zim nima qilsam qilaman. Sizga asosiy tozalaydigan joylari shu. Mana men xonada bemalol yotib, yashab yursang bo'ladi" deb xullas Nozaninga aytadi. Nozanin xursand, o'zida yo'q xursand. Darrov ishga kirishib ketadi, boshqa bo'ladi. Endi haqiqatda aytganda, ani pastga podvolga tushmaydi Nozanin. Oradan vaqtlar o'tadi, endi qanaqa vaqt? Bir haftacha o'tdi vaqt.
Ancha o'rganib qolgan Nozani, ishlarni qilib yuribdi, xursand bo'lib yuribdi. Bozorga tushib, o'zi narsalar ham mana haligi aka pul bersa, pullarni olib mana bozorga qilib kelgan deb bozorliga pul beradi, u bozorga uyga produkt olib keladi, shunaqa qilib. Xullas bozorga tushadi Nozani. Tushgan paytda qishlog'idagi oldinlari yashagan bir yoshlikdek dugonasini ko'rib qoladi. U dugonasi shaharga kelin bo'lib tushgan bo'ladi. Salom alaykum qilib, ko'rishib, dardlashib, dugonasi so'raydi Nozanidan, "Bu yerda nima ish qilyapsan?" desa, "Shu polvon akam deylik, haligi odamning otini. Polvon akamning uyida ishlayapman." Polvon aka, rejissor polvon akami deydi. Qaysi rejissor? Endi shunaqa bo'lsa kerak, kasblarni bilmayman desa, u polvon akang oldin gap so'z bo'lib ketgan. O'ziga kelgan o'sha aktrisalar bilan birga aysh-ishrat qilib, aktrisalarni zo'rlab, bir ikkitasini videosini olib tarqatib yuborilgan degan gaplar bor. Kelgan aktrisalarni olib, yoshgina narsa ekan deb quchoqlab o'pib, "Seni mashhur qilaman" deb birga yotib, qiladigan ishini qilib, shunaqa odam ekan. Lekin men aniq bilmadim, o'zimni ko'zim bilan ko'rmaganman. Eshitganlarimni gapiryapman, odamlar ham o'zini ko'zi bilan ko'rganmi, yo gap chiqazishganmi, u noma'lum deydi. Nozaninni tabiiyki ko'yniga g'ulg'uli tushadi. O'ylaydi, haqiqatan shunaqa odammikan, unaqa odamga o'xshamaydi-yu. Xo'p, xayr-xo'sh qilishadi, bozor o'charini narsalarni oladi, uyga boradi Nozani. Har doimgidek uyda osh qilaman deb, oshchi masallig'ini to'rab turgan paytda haligi polvon aka kirib keladi. Polvon aka kirib kelib, charchab qolmayapsizmi? Keling yordamlashaveraman desa, Nozaninning xayolidan haligi narsalar o'tyapti endi, dugonasi aytgan gaplar. Bu ham hozir meni zo'rlab nimadir qilarmikan? Cho'ta orqamga o'tdi, boshqa qildi, nima ekan degan narsa. Yo'q, rahmat, kerak emas polvon aka, men o'zim amallayman. Xo'p, o'zingiz bilasiz deb polvon aka chiqib ketadi. Nozani keyin kechqurun, kech tushadi, boshqa bo'ladi, kechqurun o'ylaydi. Nimaga endi pastdagi podvolga tushmen deb aytgan bu polvon aka? Nima sababdan ekan? Pastdagi podvolda nima ish qiladi bu polvon aka? Degandi. Endi hali dugonasini aytgan gaplaridan keyin ham bo'layotgan narsa. Keyin bir kun kechqurun qarasa, haligi polvon akasi qo'lida bitta parnis ko'tarib olgan, orasida ko'zga tushgan ayollarning kiyimi, tursiga, liftchiga, boshqasi, unisi, bunisi, xullas hamma narsa ayollarning kiyimi, yana parnisda nimalardir ko'tarib, podvolga o'sha bu tushmen degan joyga tushib ketayotganini ko'radi Nozani. Qiziqish ustunlik qiladi. Qiziqish ustunlik qilib orqasidan poylab tushadi Nozani, nima bo'lsa bo'ldi deb. Sekin poylab tushsa, bitta xonaga kirib ketadi Ali polvon aka. Polvon aka kirib ketadi, bu ozgina vaqt nima qilay ekan deb Nozani o'ylanadi, boshqa qiladi, keyin nima bo'lsa bo'ldi deb. Boradi-da, eshikni ruchkasini tirqichidan qaraydi. Qarasa, ichkarida bitta ayol yotibdi. Ali polvon aka ayolni ishtonini yechyapti. Nozani cho'chib ketadi, qaraydi, nima qiladi. Yana qarab kuzatyapti. Qarasa, polvon aka tursugini ham, haligi ayolni tursugini ham, kiyimini ham, liftchikini ham xullas qilib yalang'och qilib qo'ygan. Haligi ayolni qo'li boylolib turibdi. Keyin haligi polvon aka endi ayolga yaqinlashib, qo'lida nima bilandir yaqinlashayotgan paytida bu yoqda Nozanin chidolmaydi. Endi nima bo'lsa bo'ldi deb eshikni shartta ochib, yugurib kirib haligi polvon akani itarib yuboradi.
Nima qilganingiz bu? Uyalmaysizmi katta odam? Siz haqingizda har xil gaplarni eshitdim. Shu odamlar aytishganda ishonmadim. Nima qilganingiz bu? desa, polvon aka bundoq qizga qaraydi-da, xotirjam o'rnidan turib, "Sen o'zing nima qilganing? Men senga bo'tga tushmagin demaganmidim?" deydi. Xotirjam ohangda. "Ya nima qilganingiz bu? Bitta anaqani qizni, bola bechorani, bitta ayolni boylab qo'yibsiz. Yechintirib tashagansiz, qip-yalang'och qilib qo'yibsiz." deb haligi ayolga qarasa, ayol ko'zlari bir ko'kargan sifat, yuzlari ranglari oqargan, qo'llari boylab o'tirgan ayol, "Singlim, aralashmang. Meniga yordam beraman deb yugurib kirgan jasoratingizni qadrlayman. Lekin bular meni erim. Polvon akangiz meni erim bo'ladilar" deydi. Qip yalang'och yotgan ayol. Nozanin tushunmaydi voqish nima bo'ldi, nima qo'ydi, nima bo'lyapti o'zi. Keyin polvon akasi gapni davom ettiradi. "Bu meni ayolim. Bizi yaxshi pul topib, yaxshi yurgan paytimizda bizda ham do'st bor, dushman bor. Ayolimni narkotik moddalarga o'rgatib qo'yishgan. Shunga davolantirdim, boshqa qildim. Ko'chada gap so'z bo'lmasin deb uyda davolanyapti. Bu xumorlik kelgan paytida bir narsa qilib qo'ymasin deb qo'l-oyog'ini boylab qo'yganman. Erkak kishi bo'lsam ham endi men o'zimni ayolim bo'lgani uchun buni hozir narsa toshadi-yu, bir narsa deydi, nima deydi? Mana bunaqa zelyonka bilan surib qo'yadi-yu. Shunaqa narsa toshgan ekan xullas. O'sha toshmalariga narsa suraman deb bu yalang'och bo'lib yechintirganimni sababi, boylab qo'yganimni sababi bu o'zini bir narsa qilib qo'ymasin deb. Meni o'zimga yarasha obro'yim bor, shuncha hashamatli uyim bor, boshqam bor, xotinni narkoman ekan, telba ekan degan gap so'z bo'lmasligi uchun. Nozaninga aytadi, "Sen kirib bu yerda mana bunaqa aralashyapsan. Men senga bo'tga tushmagin, bunaqa ish qilmagin demaganmidim?" deydi. Endi Nozaninni ustidan bir chelak muzdek suv quyilgandek. O'zi nima ish qilib qo'yganini bilib, o'zidan o'zi afsuslanib, o'zini o'zi so'kib, ming hijolatda aytadi, "Polvon aka, kenay uzr, men sizlardan uzr so'rayman. Men bilmayman. Odamlarni ko'chada har xil gapirayotgan gaplariga ishonib qolib, shu ishni qilib qo'yimman. Odamlar har nimani gapiraverar ekan-da, o'rtoqlar, har narsani gapiraverar ekan. Lekin o'sha odamni ichiga, o'zini oldiga, uyiga kirib, o'zini u odamni dardini bilmagunizcha, ko'chada odamlar gapirayotgan gapiga, gap so'ziga hadeb ishonavermaylar. Bu narsani, bu voqeani aytishimdan sabab har kimni gapiga kirib, vaqti kelsa o'zingizni tanishingizni, og'ayingizni, boshqangizni yomon otliq qilib qo'yishingiz mumkin, yomon ko'rib qolishingiz mumkin. Kim Nozanin shu ishni qilayotgani, o'ziga o'zi alam qilib ketgani, uni ham eslasanglar bir paytlar shu qishlog'idan nima sababdan ketgan edi? Odamlar bunga ishonmasdan, buni yomon otliq qilib, bu bunaqa jalab, bu g'ar, bu yuradi, bu bunaqa degan gaplaridan keyin bu shaharga ketib qoluvdi. Kim Nozaninni o'zi birovga shunaqa birovni gapiga ishonib turib, birovga tuhmat qilib qo'yganda, birovga noto'g'ri xayolga borib qo'ydi. Ko'ryapsizlarmi? Bitta voqeani ichida bo'layotgan narsa, bitta vaqtda bo'layotgan narsani o'zi. Shuning uchun o'rtoqlar, kim nima desa ham hozir shunaqa vaqtda yashayapmizki, o'zingiz ko'rib, bilib, guvohi bo'lgan. Siz misol kelib siz oldingizga kelib, "Palonchi seni yomon deyapti" desa, o'sha odam bilan o'zi bilan gaplashmasdan turib,
Ishonib ketmang shu narsaga. Ishxonalarda ham, "Ma'mi seni ko'ra olmaydi bunaqa" desa ham, u balki sizni yaxshi ko'rar, bu ko'ra olmas sizni. Shunaqa narsalarga ishonib ketavermaylar. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bitta obuna bo'lib qo'ying, bitta like bosib qo'ying, ko'proq odam ko'rishsin, manfaatli bo'lsin. Sog' bo'linglar.